Soch to'kilishi menimcha bu har bir insonda bo'ladi va bo'lgan muammo u ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, ro'molda bo'ladimi, ro'molsiz bo'ladimi, har bir insonni baribir sochi to'kiladi. Ayniqsa ayollarda tug'ruqdan keyin yoki har xil gormonal o'zgarishlardan keyin yosh o'tgani sari soch to'kilishi juda ham kuchayadi. Taxminan 3 oy oldin meni ham sochim mana shunaqa holatda to'kilardi. Tasavvur ham qila olmaysizlar. Men kal bo'lib qolaman deb o'ylardim. Shunaqa ko'p bir taraganimda sochimni shunaqa ko'p soch olardimki, tarashga hatto qo'rqardim, chunki taraganim sari sochim to'kilyapti deb o'ylardim. Bu narsa ichki taraflama ham, ya'ni bo'qog'im sabab ham bo'lgan. Bu narsani davolab, unga qo'shimcha aynan mana shu shampunni ishlatganimdan keyin ishonasizlarmi, sochim to'kilishi sezilarli darajada kamaydi. Umuman to'kilmaydi demayman, chunki baribir sochimiz to'kiladi. Oldin aynan mashuncha sochim chiqqan bo'lsa taraganimda, hozir sanasa bo'ladigan darajada, ya'ni 5-6 dona sochim to'kiladi. Bu narsa men uchun juda ham katta yutuq. Agar sizlarda ham soch to'kilish muammosi bo'lsa, sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, aynan mana shu tarkibida imbir bor shampunimizni tavsiya qilaman. Ishlatib ko'ring. 3 marta ishlatganingizdan keyin albatta natijasini bilasiz va rahmat etib yozasiz. Agar sizga ham bu shampun kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bizda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mavjud. Toshkentda esa yetkazib berishimiz bepul.